$40 ga gazonokosirka ko'rsataman. Mana bunisi $40, $100, $110. Ishlashini ko'ringlar. Mana bu joyda chuqurlik bo'ladimi, notekislik bo'ladimi? Mana bu joy mana o'yilib kirib ketgan. Notekis joy mana, chuqur. Shunaqa joylarda ham pit gazonokosirkalari bilan ishinglar oson o'tadi. Ketdi. Faqat mana shunaqa uzoq holatda oldini ko'tarib borish kerak, bo'lmasa motor qiynaladi. Effekti bormi? Bitta ko'ringlar. $100 ga arziydimi yo'qmi? Endi boshqalarini test qilamiz. Qaranglar. Bundan olamiz. Mana shu daraxt chetidagilarni bittada olib ketamiz. Ketdi. Bundan keyingisi endi eng kattasi bo'ladi. Eng kattasini bitta ko'ringlar. $110 monster akalar. Bularni hammasi o'zini orqa qopiga yig'ib ketaveradigan varianti. Bu 2000 watt, ana unisi 1600 watt. Farqi bormi? Endi bu kattasi. Bu taxminan 400-500 kvadratga mo'ljallangan varianti. Ana unisi 300-400 kvadratga mo'ljallangan. Bu kichkinamiz daraxtlarning yonini bordyurdan chiqib qolgan gazonlarni, o'tlarni o'rib ketish uchun. Gullarning orasida ham juda ham mana kerakli instrument hisoblanadi. $40, $100, $110. Do'kondan topsanglar bo'ladi. Faqat Sergeli filialimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.